ustav fondingizni oshirmoqchisiz. Qancha muddatda yangi ustavni davlat ro'yxatidan o'tkazish kerak? Batafsil tushuntirib beraman. Jamiyat ustav fondini oshirish jarayoni 4 ta bosqichdan iborat bo'ladi. Demak, tushuntirib o'taman. Birinchi bosqich bu jamiyat ishtirokchilari tomonidan ustav fondini oshirish to'g'risida qaror qabul qilinadi hamda ustavga o'zgartirish kiritiladi. Ikkinchi bosqich jamiyat ishtirokchilari tomonidan ustav fondi oshiriladi va ushbu oshirilgan kundan boshlab turib 1 oy ichida jamiyat ishtirokchilari tomonidan oshirilganligini tasdiqlovchi yakuniy qaror qabul qilinadi. Bu esa 3-bosqich hisoblanadi. Va oxirgi 4-bosqich esa shu qaror qabul qilingandan keyin 1 oy ichida yangi ustav davlat ro'yxatidan o'tkazilishi shart. Asos mas'uliyati cheklangan jamiyatlar to'g'risidagi qonunning 18-moddasi. Agar sizlarga ushbu ketma-ketlik va ma'lumot qiziq bo'lsa, Telegram kanalimizga biz barcha ma'lumotlarni joylab qo'ydik. Shu postimizda tagiga ustav so'zini qoldirsangiz, biz sizga jadval shaklda yuboramiz. Ustav fondini oshirmoqchi bo'lgan yaqinlaringizga ushbu videoni yuborib qo'ying. Salomat bo'ling.